Hello bravo narsalarga sizlar bilan shu ikkinchi qism, to'g'rimi? To'g'ri. Birinchi qismni ko'rgan bo'lsangiz, bu yaxshi yo'qolmadi, imi ham. Yutqazgan piyoz yeberadi. Yo'q, birinchi qismga baho berasizlar. Videoni ko'r, birinchi qismni. Birinchi qismni ko'rmaganlar bo'lsa, ko'ringizlar. Birinchi qismni men yutdim. Ana bloklar shuni olaman. Nimaga? Tagini dirshdan tozalayapman. Uyimni. Sen hali quryapsanmi? Men uyimni qayta deraza bilan qurib bilaman. Qayt. Shunday chiroyli deraza bilan. Chiroylikka qaray bunda asosiy rol. Bunda asosiy rol chiroy. Böyle iyi. Keyingi videomiz parkur haqida bo'lib o'tsa kerak deb o'ylayman. Hatta doğru benim parkurumda. Neydi? Neydi? Parkur. Neydi? Parkurda? Yo, senin oyunun namı değil mi? Samurais. Samurais. Sen al parkurunda ötemeli üyeleyip kasangen gerekti. Ben bilmem. Neyse can veresin. 5 tane adam. Seninle 3'te. İyi yani. Gözün kurun parkurdan bir mırılıp gidersen de. Niye? Gözün parkurdan bir yapıyor. Öyle. Parkuruna bakarsan yoluma hiç bakamıyorum. Ve uyumlu kuruş bilen oğlan. Benim elbette en zor çıkarttı, haraptır. Haraptır yapma. Sizningcha kimni yaxshi chiqardi deb o'ylaysiz? Menimcha yaxshi chiqargan shu yo'q haqiqat. Sen nimadan qo'rqasan? Yog'ochdanmi yo yana ana shu o'tgan videoga o'xshash lavasuvdanmi? Ko'z qo'lim bilan dedi. Mana uyga qarab, arvohlar uyi deb ko'ring. Quid Blocksmi? Mana u ne? Mana blokdan qilyapman, tashladim hozir oldimga. Hali bashanaga yeryapti. Mana shu blokdan qilyapman. Ha, buni quydi. O'zing cheksiz bo'lsang. Qanaqa topolmadim zo'rg'a topdim. Mana shu blokdan qilyapman. Bu o'yinda vaqt ham bor, bilasanmi? Vaqtim cheklangan. Qurbaganimizcha olasiz. 10 daqiqa vaqt cheklangan. Ikkinchi qism tugashiga. 10 daqiqada qurding. Hali endi 4 daqiqa ketdi. 10 daqiqa deding, yo 12 bo'lsa, hech bo'lmasa 10. 10 daqiqaning ichida qurib bo'lish kerak uylar. Bilasizlar, kech 2 tungacha. Ikkita qorong'i. Yo'q, 10 daqiqagacha. Mayli, bilmadi uxlagunimizgacha. 10 daqiqa. Bilmadi uxlagunimizgacha shu. 10 daqiqa. Sani 10 daqiqa bir marta uxlagunimizgacha-da. Yo'q, 10 daqiqa. Mayli, o'zingiz. Hali 4-daqiqa ketyapti. 4-yaxshi bo'pti. Hali 6 daqiqa bor oldimizda. Oldimizda 6 daqiqa. Yutqazgan piyoz beradi. Keyin sen meni parkurimni o'tasan. Yutqazsang sen qalampir yutqazsang keyin uydan raqsga tushib berasan. Raqsga tushib kuylay berasan. Tushunding? Maylimi? Ibo'la, nima degani bu? Parkurimni. Sen parkurimda o'tasan keyingi videoda. Yo'q, men sen parkurimga o'tmayman. O'tasan. O'tmasam nima bo'ladi? Sen ham menga tuzoq qo'yasan parkurlik. 5 tadan jon. Buni aytib qo'yaman. Unutma. Meni parkurimdan menga o'tamasang ham kerak yo'q. O'tolmasa nima qilibdi? Hech narsa qilmaydi-ku parkurimni o'tolmasam.
Zatda shart bajarak emas. Shart bajarak kelar. Yo'q, shart bajarak emas. Уже 5-daqiqa ketyapti, lekin 5 daqiqa vaqtimiz qoldi. Ketdi o'g'lim. Tez bo'lmasa hozir vaqtimiz qolmaydi. To'g'rimi? Tezroq bo'lyapman, qarab. Qancha qavat juda yuraveradi. Qo'yvordi. Yarati. Yana vaqt qo'shaymi? Nega? 12 daqiqa bo'lsinmi? Ha, 12 daqiqa bo'lsin. Mayli, 12 daqiqa. Voy, lava qo'yvordim vaqtlar edi. Yo'q, samichi, bo'ldi. Vaqt ketdi. Xo'p, bolalar, mana uyimizda qurish bilan ovoramiz. Xo'p, tezroq qursak mana buni o'zimga ham ma'qul bo'ladi. Odamlar soxta bu dunyo degan qo'shiq eshitganmisan? Ha, eshitganman. Shu qayg'u menda ham bordi. Nimaga? Bitta do'stim yaramas 20 ming qarzi ber to'lamaydi. Yo'q ekanda. Xullas qarzini to'lasa bo'lardi. Bolalar sizlarda ham bolalar, qizlar, do'stlaringizga bitta maslahat, hech qachon do'stlaringizga qarz bermang. U sizga umuman qarzini bermaydi keyin. Agar sinfdosh bo'lsangiz, agar yozsa yo u sizdan uzoqda bo'lsa, qarz ham o'ylamay ko'rmang. Voy! Yaramas! Nima? Nima qilding? Nima qilding? Sen o't chaqib ketding? Ulov. Men nima qildim? Uyni qurib o'tiribman-ku. Hech qanaqa gap yo'q. Nima olov qo'yding? Qarolib qo'ygan. Sen nimaga olov qo'yasan, garang? Qo'ygan yo'q, berib bo'ldi. Sen olov qo'yib ketibsan. Qani. O'chirdim. Yo'q, voy. Tozalab qo'yib qo'yan shu yerga. Ne qildim men? Qo'yib qo'yib. Men bilmayman, qo'yib qo'yasan. Bilmayman qade. Bu yerda olov qo'ygan, balki bevasir. Sendan boshqa bu yerda kim bor? Bu yerda o'zida. Bu yerda zo'r fikr bor. Hozir TNT bilan portlataman. Yeterga hali ishlatgan yo'q sizga. Hech qanaqa yo'q. Sen nima menga olov qo'yibsan? Yaramas. Birinchi qismini qo'yib yubordim. Hozir ham qo'yding. Sotqin. Nima qildim men? Orolimga kira ko'rma. Kirma orolimga. Yo'qol o'zingning tarafingga. Yo'qol, ikki bo'lganmiz orolda. Mana kirdim-ku, o'zi orolda. Meni orolimga kiragan ko'rma. Vortu yo'q, qaraqadir. Usul bilan. Yaradi. Qara. Yaxlab. Men seni orolingga kirmayman. Yaxlab. Men seni orolingga hech qachon kirmayman. Baba, portlab ketdi orolda. Yo'q, portlab ketdi baba. Kim portlatdi babani sharri? Men o'zimni videomda ko'rishing ham mumkin. Men portlatganim yo'q. Obunachilardan ham so'rashing mumkin. Men portlatganim yo'q. Menimcha sen portlatmading. Bu qanday qilib portlab ketishi mumkin ekan? Obunachilarimdan ham so'rashing mumkin. Videomizda ham ko'rishing mumkin. Men o'zim orolimda yo'ryapti. Yarati. Yo'ma deb uyib olib ketdi. Yarati. Bo'ldi. Sening Quit Blacks'da emasmidi? Taxtada edi. Boshqa joylar. Quit. Ariyanlar faqat ustunlarni Quit bilan aytishdi. Quit bilan aytishdi. Ustunlarni videoda ko'rib o'tiraman. O'zimning videomda ko'rib o'tiraman. Voy, mana bo'lyapti, bular o'chmayapti-ku. Suv qo'yib voy, mana bo'lyapti. O'chmay bo'la, to'xtamasa yo'ryapti. Qaniydi? To'xta, men hozir fikr bor, qara. Bitta bilan o'rtada suv o'chiradi. Suv. Endi o'chmayapti-ku suv. Buni yo'qlamiz, buni yo'qlamiz. O'chmaydi. Yaxshi. 9 daqiqa bo'ldi. Voy, men qanday ulguraman? Uyib olib ketdi axir. Sal bo'lmaydi. Men uyib olib ketdi qanday usul bilan. Kitir yo'q bordi. Jidilcha yo'q. Tumaydi yo'q. Bitti. Voy, kalla bu yerda ikki xas tuxumini qo'yib qo'yuvdi. Bilmasa portlaganda yo'l
Bilmasa Portugalda ishga tushib ketgan. Voy. Qahar sotib yuboribdi, la'nati. Bu musiqa do'g'riga yo'rayapti. Chidayapman. La'nat. Hamma joy rasvo bo'ldi. Meni birinchi qavatim yaxshi, normalniy qurildi. G'asti o'ldirganmisan? Ha, o'ldirdim naqay. Men birinchi qavatim normalniy qurib oldim hech bo'lmasa. 12 daqiqada 2 daqiqasi qoldi. 2 daqiqa vaqtimiz qoldi. Ha, bu cheka. Mayli 15 daqiqa bo'ladi. Sening uchun ham, men uchun ham foyda. 5 daqiqa vaqting bor. Tez qurishimga. Bo'ptimi? Bo'pti. Muzmi? To'xta, men 12 daqiqa bo'laversin. 2 daqiqada tez qurib olamiz. 5 daqiqa. 2 daqiqa. Mayli, o'zing bilasan. Men katta uy qurib o'rganman-da, aksiga. Men kichkinaga ixchamgina uy qurdim. Lavasini ishlatamiz. Foyda bo'ldi. Vo, 1 daqiqa vaqtimiz qoldi. Xotiraman. Men qurishni bilmayman. Bezatga chiqasimiz o'rganamiz. 3-chi qismni o'rganamiz chiqsin. Ha, 3-chi qismda bemalol. 3-chi qismda 15 daqiqa. Soniyalar qoldi. 11 30 29 28 voy. Deraza. Voy. Soniyalar qoldi, soniyalar. Voy. Derazalarni qo'y, Deraza. Ham 1 daqiqa qo'shaymi? Yo'q, ha. 1 daqiqa vaqtimiz bor. Bo'l, deraza. Af! Endi to'shni 1 daqiqa vaqtimiz qoldi. Endi to'shni 1 daqiqa. Soniyalar qoldi endi. Endi soniyalarmi? Yana soniyalar qoldi. Voy. Tez ulgurishimiz kerak shu vaqtlar ichida. O'ynali blok qayerda edi? O'ynali blok. Blokni foydalanamiz. Blok ancha tez qo'yiladi. To'g'rimi, Shohruh? Menimcha yarimtalik o'yin yaxshi. Chiroylikka ham yarimta. Tezlik ham kerak. Bitta. Chiroylikka ham, tezlikka ham qaraganda o'ynali blok yaxshi yarimta. Qanaqa? Soniya qoldi. 30 soniya. 3 soniya. 30 soniya. 30 soniya bo'ldi. Qo'lni qo'y. 2-chi qavat. Qavat. Birinchi qavatni qurib bo'ldim. To'xta. Soniyalar ichida. Bo'ldi. Vaqtimiz ozgina qoldi. Bo'ldi. Vaqtimiz tugadi. Men seni orolingga boraman. Hozir tezroq bo'l. Qilayim seni bir. Mana orolingga keldim. Qanisan? Bo'lsa-da men oramga aytdim. Uxlaylik. Uxlaymiz. Qanisan? Nerede ikkita yotoq turibdi? Har ehtimolga qarshi. Uxla. Ertasi kun ko'ramiz. Senchi qanisan? Yoningga yotibman. Ay. Qo'lyapman. Qahasini o'ldirmabsan-ku? Qahas, o'zing yoqding o'ldingda. Voy, yomg'ir yog'yapti. Endi hech kim bizga olib berolmaydi. Baxki, obunachilar buni uyga baho bering. Kela qol. Portlagan hisoblamaydi. Mana uyini hisobga olingizlar. Endi meni uyimga yur. Yo'q, men qurib olay. Yo'q. Obunachilar uchun bu yolg'on hisoblanadi, ketik obunachilar. Bilan uni hisoblamaydi. Bu men maxluqli uy bo'ladi. Mana, kela qol. Birinchi qavatni ko'r. Birinchi qavat. Kechini ko'r. Yaxshi. Yo'q. Voy, bu o'yinlarni. Mana ko'rdingizmi, obunachilar kimni uyi zo'r? Komment yozib qoldiring. Nima otdingiz? Sehrli danalar. Bo'pti, bolalar, ikkinchi qism tugadi.